Sal ko'nglim g'ashda. Sal qoldimi o'sha urib ketishiga dada? Sal ko'ziga qaramaysanmi bolam? Sekinroq gapir. Sal o'zingni bosib ol. Sal qolganda o'lib ketardim. Sal nafasingni siqil. Salga nerechit qilasiz sizami? Sal gapirib bo'lmay qopti o'zsanlarga. Sal pastroq gapiring, televizor eshitilmayapti. Ovozini sal ko'tar. Salgina sho'xrim bezormandan. Sal yetishmaydi, qizim senga, ey. Sal tuzukroqiga qo'y. O'lkamizda sal havo isib ketganligi sababli salqin ichimliklar ichishingizni so'raymiz. Sharmanda. Sal uzunroq kiysa o'ladimi bu? Sal televideniya ham aynidimi deyman. Sal tomog'ini qo'llaylik, chanqab ketdi odam. Sal muzday. Salga hech narsa qilmas. Sal nordon ekan, lekin zo'r ekan. Ha, aytgancha, qizingizga sovchi kelyapti, sal uzoqroqdan. Shu limonxisdan dasturxonga qo'ysa sal obro'y bo'larmidi deyman. Sal kallangni ishlat. Qizingni uzatishga sal erta emasmi? Sal vaqt emasmi, dada? Alo? Assalomu alaykum. Bugun massajga sal kechroq kela olasizmi? Sal odam ko'proq edi-da, xijolat bo'lyapman. Sal nariroq tur. Singlim, telefon gromkada edi, sal ovozingiz balandroq eshitilyapti-da. Voy, kechirasiz. Bitta raqamga sal adashib ketibman-da. Sal qolishga sal qoldi. Sal o'zingni bos. Sal menda ham dam olishga haqqim bormi? Sal o'zingni bos. Ishon menga sal. Salgina sho'xman bezormanda.